أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Mufassir Al-Muhaqqiq Al-Usuli Abul Barakat An-Nasafi rahimahullah yozgan Madarikut Tanzil ve Haqaiqut Ta'wil namliq Tafsirun Nasafi degan ism bilan mashhur bo'lgan bu tafsir kitobining Baqara surasining 21-oyati Alloh azza va jallaning qavli A'udhu billahi mineşşeytanirracim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون degan mushu qavliniki tafsiriga keldi. Endi Alloh azza va jalla bu oyat karimada dediki, ey insonlar, diqqat, qanday bir inson bo'lsangiz diqqat deyapti. Diqqat. Sizlarni yaratgan, sizlarni yo'qdan bor qilib yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar degan, ya'ni Rabbinglarni bir bilinglar. Bir Rabbga ibodat qilinglar. Bir mincha Rabbga emas, bir Allohga tavhid aqidasi bilan ibodat qilinglar. La'allakum va sizlarni yaratgan zotga la'allakum tattaqun. Shuning bilan sizlar şu ibadet, yani bir Allah'a tevhid akidesi bilen ibadet kılışınlar arkalık devzaktan saklanışınlar mümkün. Devzaktan saklanıp kalarsılar. Davatı yani manası cezmen devzaktan saklanıp kalırsılar diyen bunu. Hem de şu ayet kerimedeki tefsirde Musennif Ebul Barakat En-Nesefi Rahimahullah dedi ki لما عدد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين Allah Teala müminlerden, kafirlerden ve münafıklardan ibaret mükellef firqalarni, firak degan firqatunun köp şekli firqa, tercümesi firqa, yani guruh demesi, guruh firqa degan bo'ladi. Mükellef, yani şeriatga taklif qilingan firqalarni sanab bulup ve zekara sıfatihim ve ahvalahum, ularning sifatlarini ve ahvallarını zikr qilib bulup ve mahtassat bihi kullu firqatin mimma yus'iduha ve yushqiha ve yuhziha ve her bir firqa, yuqorqi firqalardan her bir firqaga xos bo'lgan, u firqani baxt saodatli qiladigan, u firqani baxtsiz qiladigan, shaqiy qiladigan ve yuhziha u firqini yec'aluha zu hazzin, yani taleylik qiladigan, nasiblik qiladigan ve yurdiha degani yuhlikuha. U firqini halak qiladigan xususiyatlarni birma-bir so'zlab bo'lib aqbala alayhim bil xitob. Endi qachon lamma kelsin demaysizlar. Anda qilib bo'lib mundaq dedi. Anda deb bo'lib mundaq dedi, anda qilib bo'lib mundaq qildi demaysizlar lamma kelgan vaqtida. Mayadagi lamma deganga zarf zaman ma'nosida aytmaysizlar. Tafsirda lamma kelsa, masalan lamma jaa desa, ul vaqtida demaydimiz. Unda qilgan vaqtida, unda bo'ldi deb. Mayada vaqtida san tushmaydi. Nima deysizlar? Buni bir so'zni qilib bo'lib, unga endi yana bir so'zni qildi. Bir ishni qilib bo'lib, yana bir ishni qildi. Bir holatni bulab yana bir holat bo'ldi degan mudamani deysizlar. Mudamani ismi ham bor demakchi. Aqbala alayhim bil xitob. Ularga hitap qilish bilan yuzlandi, aqbala degan tavajjuh, yani ular hitap qilish bilan yuzlandi ve huwa biyadik bu hitap min al-iltifatil mazkur degan gap shu boshda bir qatam zikr qilingan iltifatning qatoridan. Boshda zikr qilingan iltifat qoidasining qatorida. Depinglar qaysi iltifat, nima zikr qilingan iltifat? Depinglarchi? Bu iltifat yana bu musannifning alohidaligi bir gapni ikki qatam takrorlamaydi. Bilib qolma. Bir gapni ikki qatam takrorlamaydi. Mazkur deb bitib ketadi. Çünkü tefsir bu kısaca tefsir deyapti. Şu vaqtga nisbatan qisqa tefsir hamdi bu. Hozirgi nisbatan uzun tefsir olib ketgan bilan, şu zamanga nisbatan intayin qisqa tefsir. Muxtasar.
Yani musannif bizga iyyake na'budu ve iyyake nestaîn degan oyatni tafsirida shu Fatihada. Allah Teala elhamdülillahi rabbil alamin. Huwa. Yani Allah alemlerin perverdigari. Nima? Huwa. Kim? Men? Huwa. Allah. Er-Rahmanir-Rahim. Nihayet mehriban, nihayet rahim şefkatli. Men kim? Huwa. Maliki yevmiddin. Ceza gününün ilgisi. Kim? Huwa. Deb kelib g'oyib, damir g'oyib ma? Mumkin Maliki yevmiddin deb iyyake na'budu deb damir g'oyibdan nimaga? Damir muxatabga o'tib keldi. Mana shuni deb ataladi, uslubul iltifot. Uslubul iltifot ba'zida g'oyibdan muxatabga o'tkaziladi, ba'zi muxatabdan g'oyibga, ba'zida muxatabdan mutakallimga o'tkazilmaydi, o'tkaziladi ahvoldagi holatning taqozzosiga qarab. Yani bunun faydası intayin ko'p. Faydadan biri yani anlab turuvchilikka zihnini yig'ishga. Anlab turuvchi munofiqning gapini anlab, munofiqning andagan bundagan deb o'tsa, ayyuhan nas degan likki dersi kirib qo'y, maqtab qilibdi deb gap menga deb diqqatini yog'di. Shuni anlamam, buniki intayin foydalari ko'p. Mushu ashunda ittifoqni qatardi. Yani g'oyibdan nimaga? Muxotabga yo'tkilish tabiiy qilsin. Da'vatudir. Yani qanday qilib munofiqlar dastlabda Alloh taolo birinchi oyatda kimni bayon qildi? Mu'minlarning sifatini bayon qildi. 4 oyatda. Undan keyin 2 oyatda kofirlarning sifatini bayon qildi. Undan keyin qancha oyatda? 17 oyatmi? 14 oyatmi? 17 oyatmi? 17 oyat degan bo'lishi mumkin. Shunda bo'lishi. 17 oyatda demak 14 oyat. 14 oyat munofiqlarning haqida nozil bo'lgan. Yani hammasiga endi qanday keldi? Hudal lil muttaqin allazina yu'minuna hammasi g'oyib shaklda. Innallazina kafaru deb hammasi g'oyib shaklda. Uni keyin minan nas man yaqulu huwa hammasi g'oyib shaklda. Kelib sifatli g'oyib shaklda kelib dikda ya ayyuhan nas deb o'tkazish nima bo'ladigan? Yani al-iltifatu min al-ghaybati nima ila al-khitab. Tushundingmi? Maqsad sizlarning diqqatingni yig'ib texmi bu xabarning intayin muhim ekanligi, bu gapning boshqa odamlarga emas, sizlarga deyilayotganligini bildiryapti. Bunda foydani ifodalaydi. Faqala Alloh taolo dediki, ya ayyuhan nas, ey insonlar. Yani ey insonlar degan ma'nosi, ya'ni qanday ayet Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu deb kelsa, qanday ayet Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu deb kelsa, kim murad? Mu'minlar murad. Bunun ahkam so'zlanadi. Qanday ayet ya ayyuhan nas deb kelsa, bunun umum. Kim bu şu firqa hammasi murad. İnsan yani buludu, mümin buludu, ya kafir buludu, ya ikisini oturskini buludu, münafık buludu. Yani şu firqanın hammasi murad. Şunu ama ayetin şu firqanın hammasi murad. Ama hususi sebep cihetten şu. Ayetinin şu sebep cihetten insanlar qanday ayet ya ayyuhan nas gelse, bunun kim tefsir qaydası boyunca Mekke'de nazil bo'lgan ayet deb tushunamiz. Mekke ahliga qilingan xitob deb tushunamiz. Hatta agar endi bu Madinada nazil bo'lgan bo'lsa, meyna Mekke ahliga qilingan xitob deb tushunamiz. Şu sebebi. Undan qanday ya ayyuhallazina amanu deb kelsa, bu agar endi Mekke nazil bo'lgan bo'lsa, Madina ahliga qilingan xitob deb tushunamiz. Nima ish qilsa, taglib qoidasi bilan. Ya'ni chunki Mekke mukallamada musulmonlar az, kofirlar ko'p edi. Şu sebepten kafirlar musulmonlarga taglib qilinib, kafir ayyuhan nas yoki kafirlar xitob qilingan bo'lsa, Madina ahlicha kafirlar az, musulmonlar ko'p edi. Şu sebepten taglib qoidasi bilan musulmonlar asosiy o'rin qo'yiladi. Tushundingmi? Bu shu qoidani bilib olinglar. Endi bizda bir qoida bor, al-ibratu li umumil aya, laysa li xususis sabab. Tushundingmi? Ibrat bizning qator qilganimiz oyatning umumiy ma'nosi, xususiy sabab emas. Ayet sebebi nima deyaptilar? Belki Mekke'nin müşrikleri düşüşü mümkün, belki Medine'deki bir mümin ahval hakkında ayet düşüşü mümkün. Şu sebep ama hükmü çok kıyamet için hem mümin am. Bu hem müfessirler bir de ittifak çoğunluğu ama meğer kim kelgen magablerden hatta mani şunu asanı bulmaydı. Yani bu Medine hakkında düşken ise fakat nam şuna khas çok dediler. Anda degene biz ayetni biz düşünüşümüz için ayetin manilerini yaxshi tushunishimiz uchun foydalanishga bir sababchi bo'lgan narsa. Sababi nuzul degan. Ergizmi uning ma'nosi shuningga xos deganini bilmaydi. Tushundingmi gapni? Qala Alqama diye Alqamatan Nakhai, yani İbrahim an-Nakhai'nin tağısı ustazi. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın talibi İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimahullah'ın buva
Ustazının ustazı. İbrahim el-Nekhai'nin ustazı Alkamet el-Nekhai. Alkamet el-Nekhai'nin ustazı Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu. Bu şey Alkame rahimahullah bu tipin kibar tabi'in hem de bu tabi'si tabi'ların en çoğunlarından hem de bu. Şunlar ama sahabeların köp rivayet kılgan başka tabi'lar bunu rivayet kılgan. En şenilik thika bu İmam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ve min thika tasdiklegan yani en şencilik tabi'lardandır. Hem de Alkame mundaq deydi. Ma fil Kur'ani. Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyuhen nas diyen ayetler fehuve hitabun li ehli Mekke. Bu Mekke ehli hitaptır. Ve ma fihi Kur'an-ı Kerim'deki ya eyyühellezine amenu diyen ayet bolsa bu Medine ehlige hitaptır. Ve hâzâ şu an ama Alkame'nin sözüne demek ki ben size beşte şöyle bir oldum sebebini. Demek ki onu yani şu sebebi demek ki şu an ama bu mesela ayetin hükmü am hemmesi. Ta ki şu kıyamete kadar her bir kafir, her bir mümin, her bir Müslüman, münafık hemmesiga. Yani eğer kafir hitap olsa ya eyyühen nasu u'budu rabbakum da kafir hitap olsa yani Rabbana bir Allah ibadet kılana, Müslüman bulana diyen bu demeniz. Eğer müminge hitap olsa selam şu bir Allah ibadet kıldıgan tevhid akidanlardan ve müstehkem turanlar, çın turanlar diyen bu demeniz. Eğer münafık hitap olsa silahında dili başka, dili başka olmay, dilinlar bir olsun. Bir Allah dilinladı mı, tilinladı mı, bir Allah'ı tevhid akidesi boyunca ibadet kılana diyen bu olur. Şuna olma, şuna gir. Ve hâzâ hitabun li müşriki Mekke. Bu ayet olsa Mekke müşriklerine hitaptır. Ve ya hem de Musannif rahimahullah bizge nehvu kaidelerden sözdeydi o. Sözler bizge ya degan harfi nidanın bu yerdeki qandaq ma'nilarini ifade edilgan sözler deydi ki aldı bilen deydi ya degan asli qo'yilganda vadi lug'at yani nahvshunoslar, grammatikatshunoslar Yiroqni chaqirish uchun qo'yilgan bir chaqiriq olmishi yoki chaqiriq qo'shimchisi, chaqiriq yordamchisi, bog'lovchisi desak bo'ladi. Imliqlar desam bo'ladi. Ya'ni chaqiriq nima vositasi? Yiroqdagi odam chaqirishni hey deydigan. Lekin bu yerda nima uchun yaqin uchun desa hamza bilan masalan ay hamza degan ikkisi yaqin uchun qilgan narsa. Ondan keyin bu ya yiroq uchun bo'lgan ya g'ofil qolgan, bexastalik qilib darsni yaxshi anglab o'tirmay gapni anglamagan odamga mu ishlatildigan holatda istiqora shaklida uni ham kuch ishlatildi deydi. Yani masalan bir odam qo'p qulinmay yetib olsa yenimiz do'stumini deymiz, ulug' ovozda olaymiz. Xuddi yiroqdagi odam bo'lganday, gapni anglamay uxlab yetib olgan bang'osh odamga. Xuddi shuningdek ba'zi chaqda yani al-hubsizlar nimada balog'at kitobida nima o'qidinglar? Al-xuruju an muqtada zahir ila xilaf zahir. Yani ma'lum holatni tufayli taqozosi tufayli asli qoidadan chiqib boshqa qoidalarga chiqish. Asli taklif keltirgan yerda ta'kidlamasini keltirish. Ta'kidlamay keltirgan yerda taklif keltirish deganma, xuddi bu yerda ya asli nima uchun qo'yilgan, yiroq uchun qo'yilgan narsa bo'lsa, yaqindagi narsaga ishlatilib qolgan ish bor. Nima ish qilsa, yaqindagi narsaniki diqqatini burash. Bir qancha yoki bu gap intayin muhim gap. Yoki ma gap qiluvchi nima bu gapniki mazmuni intayin muhim ya gap qiluvchining bunda bir g'aflatda qolgan holatini sig'nan holatda shunda keltiradigan masjidlar bor. Musannif rahimahulloh bizga shuni bir tafsirida bir o'tadamiz. Nima deydi desanglar? Ya degan yiroqqa nido qilish uchun qo'yilgan bir harfdir. Asli qo'yilganda. Ay va hamza bo'lsa qalib. Yaqinga nido qilish uchun qo'yilgan harfdir. Summa ondan bu ya ya'ni g'afil qolgan va bexastalik qilgan odamni chaqirishga ishlatildi. Ve in qarba badana garchi u yaqin bo'lgan va orliqi yaqin oz bo'lgan taqdirdami? Orliqi muzofi oz bo'lgan taqdirdami? Yaqin bo'lgan taqdirdami? G'afil qolgan va bexastalik bo'lgan odamga chaqirish ishlatildi. Nima qilsa tanzilan lahu manzilata man ba'uda va na'a. Yani uni yaqin bo'lgan odamni shu bexastalik qilgan, g'afil qolganlik tufayli yiroq bo'lgan va orliq uzoq bo'lgan odamning o'rniga tushirganlik uchun. Buni deb ataldi balog'at ilmidagi nima al-xuruju an muqtada zahir ila xilafihi degan qoida bo'yicha.
sebep. Bir sebep gördük mü? Sebep nima? El-gafletu ve-sehu. Hada huwa sebep. Endi fe-izâ nudiye bihi. Hoş, nima ki birinci sebebi, kaçan bir adam gapni anglamay, uxlab yetib olsa, darsda uxlab o'tirsa, mugidab o'tirsa, bok deb yumshab qo'ysak, nima yumshab qo'ymaymiz? Uxlamang degan bo'lardi ekan. Endi bu shundoq undaq emas. Bu hushyor odamdan mening zirak odamlarga bu yog'idan kelib qolsa nima qanday bo'ladi desang, buni sababi bunda deb o'tadi. فإذا نودي به القريب المفاطن مفاطن chiqqan mufatin degani fatin. Endi qachon bu yo bilan hushyor yaqindagi hushyor odam nido qilinsa, unda g'aflatda qolgan bangvosh odam emas, ya'ni hushyor tutuk, noyat darsi, noyat bunda zehni bilan anglab turgan, uxlamaydigan, bangvosh emas odamga bunda uylik ovozda nido qilinsa, buni meni ko'rsatdi desanglar, فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يطلبه معتنا به جدا. Yani bu nima uchun desanglar? Yani bunundan keyin keladigan xitob, ya'ni bu ya degan harfni nidodan keyin keladigan xitob mu'tanan bihi jiddan unga bek ko'ngil bo'linguchidir. Ya'ni bek muhim xitobdir. Bu anda odatdagi xitob emas, bu bek muhim gap. Shuning uchun buni qattiq diqqat qilishingiz kerak deb shu xitob bundan keyin keladigan xitobning intayin muhim ekanligini bildiradigan, mu'dinga bildiradigan tavkid uchun. Ya'ni ya degan harfni nidodan keyin keladigan xitobning intayin bek muhim ekanligini bildiradigan tavkid uchundir. Deydi. Tushundingmi? Bu o'sha odamga deyilgan bo'lsa, sababi xitob bek muhim degan ma'noda bildirdi. Endi buni tushunib bo'ldi. Demak, miyada kofirga xitob qilingan bo'lsa, uni nima qilish uchun? Askar uchun, sag'itib qo'yish uchun. Agar taqvoda musulmon xitob qilingan bo'lsa, ya'ni uni mag'ab bek muhim, ibodatdagi tavhid bek muhim deganni bildirish uchun. Ve kavlu da'i mesela dua qiluvchining so'zi hamda bir savol kelib qolsa, dua qilgan odam ya Rab deb dua qiladi. Alloh taolo degan bizga hablul validdan yaqin tursa, va nahnu aqrabu ilayhi min hablul valid degan tursa Alloh taolo. Bu nima bo'lsa ya Rab degan nima qilgan bo'lmamdi? Nima shunday qiladi desa buni javob berdi aytadiki, dua qiluvchining qavli ya Rab degan qavli, halbuki Alloh taolo dua qiluvchiga min hablul valid jon tumur deydi bir Can valid diye mishadi tumurgan bu yandagi. Bunga mishadi ikki tumur var. Shunda uzib kelsa adam biladigan. Can tumuri deymiz. Shu can tumurni habl degan tumur, valid degan can tumuri demiş. Bu yandagi. Bu can tumuridan mu yaqinroq tursa, buningki yan ketganiki nima o'zini yiroq ifodalaydigan yan ketganning nima foydasi desa, buning sababi deydi bu istihsarun minhu nafsihi. Dua qiluvchining o'zini kemtik sanıqallığı, qasır sanıqallığı, yani men kemçilik ötküzüp saldım, men kemçilik ötküzgüçü, dep üzünü kemçilik sadır kılgıçı dep sanıqallığı ve istibadillaha en mezanni zulfa nefsini Allah Teala'ya yakın bulunduğun urundan yırak sanıqallığı üçündür. Anladın? Men diyem asi bendim ben günahkar bendim ben Allah Teala 360 gün asi tutsam, ben Allah Teala'nın pek yıraklap kettim dep sanıqallığı üçündür. Sanıqalı şundur. Hadmen li nefsini demiş kalsa ey kesren li nefsi. Hadmen diyen kesren li nefsi. Üzerine nefsini sunduruş için. Ve ikraren aleyha bit tefrid diyen nefsinin intayin haddini işbirlikte tefrid diyen gibi haddini aşu etir. Yamal hatalıklarını haddini ziyade köp kılıp etkenlikini yamalıklarını haddini ziyade köp kılıp etkenlikini ikrar kılış için ma'a ferti tehaluki ala isticabeti davetihi. Ma'a ferti tehaluk ala isticabe daveti. Diye üzünün duasını Allah Teala'nın icabet kılışına kattık herismen buluş. Tehalük denge heris. Bir nazik kattık herismen buluş denge. Fark denge yani haddiden ziyade herismen buluş bilen birge. Yani ama üzünün kattık ne yaksana oturup dua kıldı diyor. Ya Allah de dua kıtırdı. Kattık hitap kıtırdı. Lakin üzünü yerak tuturdu. Buna mesela güzel verken ki Allah Teala'nın da gaydını yoklap kettim der. Lakin yine kudde o an adamı iadette olganda yani Allah icabet kılsa. İcabet kılsa da kattık mı o? Yani kuşukla takipten bilen durgan. Bir taraftan takipten bildirdi, bir taraftan üzerine yarakısını bildirdiğim işgalet. Yani ondaki kattık duasının icabet buluşu haddini icade resmen. Boşunda məni bildirdi o deyil. Canım olma? Emdi hoş ve eyyun dağıtıdı. Emdi Musannif rahimahullah Allah Teala'nın ki ya eyyuhen nas'daki yani sözde bir oldu. Emdi eyyuha'daki eyyuhu geldik. Eyyu. Eyyu diyen bu kelime
vuslatun ila nidai ma fihi alif ve lam. Yani kaçan ya degan harfini da alif lam kirgan ismi cinis kirganda alif lam kirgan nas degandek ismi cinis o ismi alam ismi cinis alif lam kirgandek ismi cinis ya harfini da kirsa şu çağda çokum oturğunu nima kirish kerak? Ayyu kirish kerak. Qachon? Qanday qada? Ya degan harfini dadin keyin nakira kelmay yoki ismi alam kelmay ismi cinis kirib ismi cinis alif lamlik bo'lsa bu yerda chuqur buni o'tirni bo'lish kerak. Ayyu bo'lish kerak. Ayyu bo'lish kerak. Nimishqa anda bo'lish kerak desanglar, chunki ya degan bu asli bir nima vallahi harf nido bo'lgan bilan nimaga nido qiladi u? Ma'rifaga. Ya deganning o'zi bir ma'rifa. Ya'ni men ya degan emas ad'u. Men falonni chaqiraman deb ishorat qilyapti, ishorat qilyapti. Ishorat qilgandan keyin bu bir ma'naviy ma'rifa bo'ladi-da, ko'rib turgan narsani chaqirib beradi, to'g'rimi? Tunuydigan narsani chaqiradi. Anda bo'lgandan keyin bu bir ma'rifa bo'lsa, uning kenidan al bir ma'rifa bo'lsa, ma'rifani ma'rifa qilish nima bo'ladi? Tahsilul hosil bo'lib qoladi. Ma'rifani ma'rifa qilish nima? Tahsilul hosil. Shuning uchun tahsilul hosil bo'lib qilishning oldini olish uchun bu ikkisini o'tirishgan nakir bo'lgan sifat, nakirdan birini keltirgan gap. Ayyun degan nima? Nakira. Tushunarmi? Ayyun degan nakira. Chunki ma'nosi bu mufham bo'ladi. O'zimi nakira, alif lam kelmaydi. Ondan ma'nosi nima? Nakira. Ya'ni ayyu qaysi bir. Ma'nosi qaysi bir degan gap bo'lgandan keyin qaysi bir degan gap mufham, nakira, tushunmaydigan. Shuning bilan orliqdagi nima tahsil hosil degan mushkula oldi ilindi. Ma'nosida intayin muhim, hech ham chiqmaydi, kalonlig'i yozib olsanglar bo'ladi. Nima deyapti demada? Alif lam ilani daima fiil alif va lam. Alif lam kirgan ismi jinisga nido qilish, ismi jinisning nidosiga vusla degan ulug'ush degan gap, vasila. O'tuz kelgan bir vasiladir. Kama anna zu vallazi vuslatani ila al-wasf bi asma'il ajnas. Xuddi zu va allazi degan ikki ism mavsul nimaniki vasilasi bo'ladi? Ismi jinislarniki sifatinin arasındaki ulug'uch, uloq bo'ladi, uloq. İsmi cinslar bilan uning sifatinin arasida uloq bo'ladi. Zu bilan allati. Qanday aytdim masalan desanglar, masalan, ra'aytu rajulan. Ra'aytu rajulan dedim. Rajulan degan nima? Ismi cins. Ben bunu sifatlamoqchi rajulanni. Ra'aytu rajulan lihyatan deb qo'ysam, saqlov odamni buni sifatlamoqchi. Ra'aytu rajulan lihyatan desam g'alati bo'ladi. Bu sifatni nimaga mavsufga bog'lash uchun qanday bog'layman? Ra'aytu rajulan za lihatin. Tushunarmi? Masalan. Uni keyin masalan allazini ishlatib qo'ydi. Ra'aytu tayran yatir. Ra'aytu tayran yatir desam, men asli maqsadim nima sifatlamoqchi, lekin ra'aytu tayran yatir desam, yatir nima bu yerda sifatlamdi? Nima bo'ladi deb qana? Nima bo'ladi? Ra'aytu tayran yatir desam, yatir nima bo'ladi? Ha? Ayyo, o'sha qo'ymaydi-yu. Hal bo'ladi. Nima hal bo'ladi? Ra'aytu tayran, men bir qushni ko'rdim. Yatir degan maf'uldan, tayran degan maf'uldan hal. Yani men hale kavnihi nima tayran. Men u qushni uchayotgan holatini ko'rdim degan bu ma'nosi. Qanday sifatlayman endi buni? Desa, sifatlamoqchi bo'lsam, ashyaga allazi keltirman. Ra'aytu tayran allazi yatir. Men uchayotgan bir qushni ko'rdim. Tushunarmi? Mana inchki bir bilim, ma'lumot bilib olsam bo'ladi. Shuni bilan nima deyapti bizim ishada? Musannif rahimahulloh xuddi az-zu bilan allazi ismi cinslarni sifatlashga vasila degan vasila, vosita bo'lgandek va vasfil ma'arifil jumal, ma'riflarni jumlalar bilan sifatlashda vasila bo'lgandek, ma'u nima? Ayyu ya harfini da bilan uniki ilatlam kirgan munadasining o'tirda nima bo'ladi? Vasita bo'ladi. Ulug'uch bo'ladi. Yannas degan olmaydi-da. Yannas degan olmaydi. Shuqum ya ayyuhan nas degan aytdim, anglab boqmagan yannas degan gap. Va huwa ismun mubham. Endi ayyun degan qadashini sanlar. Ayyun degan bu mubham ismdir. Ayyun degan bu bir mubham ism. Ya'ni qaysi bir degan ma'noda. Tushuniksiz mujmal ism degan gap bilinmaymiz. Qaysi degan ma'noda mubham ismdir. Yaftaqiru ila ma yuzilu ibhamahu.
Eyyun deb keldi, chuqur bunun bir temiz bo'lishi kerak. Iniq o'qitisi bo'lishi kerak. Ya'ni buningki mujmalligini yo'qotadigan, zoil qiladigan bir nima temiz, iniq o'qitisi bo'lishi kerak. Fala budda ayyardifa unda olgandan keyin bunga chuqur ismi cins yanlışib keladi. Shuningmi ismi cins, ya'ni bir turni bundan ismi cins ayyunniki nima yanlışib keladi. Ev ma yajri majraha yattasibu bih. Yoki ash ismi cinsniki o ismi cinsning o'rnida mangadigan narsadan birisi keladi, yattasifu bihi degan gap. Nim bilan ashu ismi cins bilan yoki ismi cinsning o'rnida mangadigan narsa bilan sifatlanadi. Nima sifatlanadi? Ayyun. Ayyun degan mubham bo'lgandan keyin, bu mubhamni biz nima qilish kerak? Bir tamiz iniq qilishimiz kerak. Shuni iniqlash uchun bir ismi cins keladi yoki ismi cinsning o'rnida mangadigan bir narsa, shuni o'rnida desab turgan bir narsa keladi. Aşı narsa buniki ayyunun bo'ladi, sifati bo'ladi. Hatta yattadihal maqsudu bin nida. Baştaki harfi nida bilan bo'lgan maqsad uchuqlanishi, ro'lchalishi uchun. Endi xo'sh, tushuningmi? Anda bo'lganda fallazi ya'malu fihi ya ayyun. Anda bo'lganda ya degan harfini da amal qiladigan ma'mul qaysi bo'ladi? Ayyun. Bizda amil va amil qolsa ya. Harfini daniki ma'muli qanday nima qiladi? Rafu qilamdi, nasb qilamdi? Agar yolg'iz ism bo'lsa, nima bo'ladi? Rafu qiladi, nimaga aylanadi? Mabniga aylanib ketadi. Agar ikki ism murakkab ism bo'lsa, mudof ilayhi bo'ladi. Tushundingmi? Ya Abdullohi degandek. Demak, bu yerda bir ism bo'ldimi? Ya ayyu. Demak, nimani ya degan harfi nidoning ma'muli nima bu yerda ayyu? Ya ayyu. Tushundingmi? Nima nasu masalan nasuni nima qo'yib qolmanglar. Ayyuni nasuni ya degan harfi nidoning munodasi deb o'ylab qolmanglar. Bu yerdagi yaning munodasi qolsa ayyu. An-nasu nima? Ayyuning sifati. Tushundingmi? Vattabi'u lahu sifatuhu. Yani bu ayyudinki ergeç küçüsü olsa onun sıfatıdır. Mesela ya Zeydu zarifu. Ya Zeydu az-zarifu. Aslen bir şey yani ya Zeyduni zarifu demeyimiz ha. Çünkü ya diyen harfine daki yandikin mebni ganip yattım. Mebni ya Zeydu ya Zeydun emes. Ya Zeydu. Eğer normalde Zeydun dep gelse Zeyduni zarifu bulundu. Şuna Zeyduni zarifu. Ya kemigen olsa. Ama ya kegalık için bu mebni ganiptan ya Zeydu az-zarifu. Ey hoş ya Zeyd diyen bunu mesela. Ya Zeydu zarifu diyen değil. Ya ve nasi okşaş diye davet ettim yani. İlla enne ayyen bak okşamaydı gayri fakat la ayyen öz nefsi üzü mustakil bulanmaydı yani mustakil turanmaydı. İstiklale Zeydin. Zeyd mustakil turgan dek nima ayyen mustakil turanmaydı. Felem yenfek kanda desana felem yenfek yani bu sıfattan ajranmaydı. Sıfattan ayrılanmaydı. Kim? Ayyun sıfattan ayrılanmaydı. Mişkal ayyun diye bu mubhem. Çukum bu bir iniqli uçusu buluş gerek. Ama Zeyd'in diye ismi alem. Onun iniqli uçusu ketmeydi. Yalnız mustakil turalaydı. Ve kelimetü tenbihil mukhameti beyne sıfati ve mevsufiha. Sıfatü lan mevsufun arasında. Yani sıfatla mevsuf kası da mevsuf kası da kardeşler ayyun. Sıfatçı en-nas olma. Sıfatla mevsufun arasında mukham diye gep aslında mudkhal diye gep. Yani binasını zuvala patmasın bunu vücuda incikap tıkıp koygan, keplep tıkıp koygan diye gep şuna. Yani sıfatla mevsuf diye qanday buluş gerek aslında? Billi buluş gerek. Aynı billi bu kadar ağırlık keplişip tıkılıp algan demekçi. Ağırlıkla keplişip tıkılıp algan mavu he de ortada. Nima için bunu keplep tıkıp koydu diye gidese? Litekidi ma'nen nida. Ama nidanın ma'nisi tekitleş için. Miyadaki nida nima? Qattiq muhim demekçi. Ha mesela za hada deki ha ayten bir şunu alma. Miyadaki mu ya ayyuhadaki ha ayten bir. Temmi diyen gep mesela hada deki za manası bu. Hada olsun mana bu. Ha mana bu. Şunu alma. Ha diyen tenbih askertiş. Agalandırış için kıldığı narsa. Müşahede mu ya ayyuhadaki ha şu insanların ki ma kitapta dikkat kılınlar. Ya eyyuhel insan, ya eyyuhel nasa. Ey qaysi bir insan bolsan dikkat kıl. Hey qandaq bir insan bolsan dikkat kıl degan bo'ldi. Shuni ma'nosi. Dikkat kıl degan ma'ni bildirib o'tadi. Undan keyin ikinci sebep velil ibadi amma yastahiquhu. Yani ayyu degan davomliq ayyu
tegishli bo'lgan, haqli bo'lgan bir narsa bor. Haqli bo'lgan narsaga ivat qilib berish uchun, o'rniga bilish. Ayyining bir haqqi bor. Ayyi davomli nekir bo'lganlik uchun, nekir bo'lgandan bo'lish kerak, mudof bo'lish kerak. Nekir kelgandan keyin nekir kelgan ism, keyingi ismini bo'lish kerak, mudof bo'lish kerak. Buning haqqi yo'qlab ketdi, xapama ayyi. Sifatlab qoldi deb, mana ben usul sifatga izofa qilish lozim ekan deb, ha kelgandan keyin halimning muzof bo'ladi. Ayyuniki mudof ilayhi bu. Ayyu mudof, ha nima mudof ilayhi bo'ladi. Nimda o'tmada amma yastahiqu yani min al-idafa. O tegishli bo'lgan narsa nimadir? Ayyuning tegishli bo'lgan narsa nima? Idofatdir. Shuning bilan ikki ism berganda nakirasi bu tabii ki izofat bo'lishi kerak. Shuning bilan ayyu ha deganga ayyu mudof, ha mudof ilayhi bo'ladi. Ve kasuran nida'u fil Qur'an ala hadi tariq. Qur'on-i Karimda bu tariqada bu uslub bilan nida intayin ko'p keraklik. Nima ish qilsa diyanna ma nadallohu bi ibadahu. Chunki Alloh taolo o'zining bandalariga nido qilgan narsa bo'lsa, min avamiri o'zining amr farmonlaridan, nahiy cheklamalaridan, va'dalaridan, tahdidlaridan iborat bo'lgan. Alloh taolo nido qilgan bu nidolar, kitoblar bo'lsa, umurun izam degan intayin katta cho'ng ishlardir. Ve hutubun jisam degan gap intayin jasomatlik, ya'ni yuğan vaqalardir. Hutub degan vaqa. Katta bir cho'ng ish bo'lsin deymiz, buni vaqa deymiz, shunoma. Nayt katta vaqalardir. Yajibu alayhim an yatayaqqazu laha. Ondan olgandaki Alloh taolaning bu nidolarga, bu xitoblarga nimalar, muxotablar qattiq quluqini din tutib, o'yg'oq turib, sagik turib olish lozim bo'ladi. Va yamilu bi qulubihim ilayha. Ularning dillari bilan mayil bo'lish kerak. Dillari bilan burilish kerak Alloh taolaning kitobiga, chaqirig'iga. Va hum anha g'afilun. Halbuki avval shunda tursa, ular bu kitobdan nima? G'ofil. Bunda mo'min bo'lgan kitobdan g'ofil, beparvo, bexasta bo'lganlik uchun faqtadatil hal, mushu ahvolat, mushu holat bizniki asli qoidadan chiqib, asli qoidadan chetnab, yana bir qoidaning xilofi bo'lgan holatga o'tishga nima qildi? Taqozo qildi. Yunadu bil akadil ablagh. Ya'ni texim muakkad bo'lgan, texim balog'atlik bo'lgan, ya ayyuhan nas deb texim yiroqqa ifodalaydigan, shu anglamaydigan odamni o'qitadigan yo'q odamlarni eng yaqin bo'lgan Alloh taolo bizga, bizniki jon dunyomiz yaqin bo'lgan Alloh taolo yiroq gap anglamaydigan odamlar kitob qilgandek, beparvo odamlar kitob qilgandek kitob qilyapti. Ya'ni bu intayin muhim bo'lgan xabar bo'lganligi uchun deydi. Shuna u'budu robbakum degan keldik. Xo'sh, Alloh azza va jalla bu oyat karimada deydiki, u'budu robbakum. Ya ayyuhan nasu u'budu robbakum. Ey insonlar, qandaq bir inson bo'lsang, diqqat qil. U'budu robbakum. Qandaq bir inson bo'lsanglar, diqqat qilinglar. Ya'ni demak cho'g'an gap intayin muhim. Robbinglarga ibodat qilinglar. Ey vahiduhu. Robbinglarni bir bilinglar. Robbinglarni bir e'tiqod qilinglar. Anda yoki bo'lmaydi, Robbinglarni bir bilib ibodat qilinglar. Robbinglarni bir bilib ibodat qilinglar. Yoki bo'lmaydi, bir Robbinglarga ibodat qilinglar. Ya'ni demak cho'g'ini qandoqligim bo'lmasin, ibodatning ichida bo'lish kerak, ibodatning jini bo'lgan, negizi bo'lgan, shu eng muhim markaz, eng asosiy nishoni bo'lgan tavhid bo'lish kerak. Nima ish qiladi deydi Allah? Ibodat qilish tavhidda ma'no aytadi Allah. Chunki mushriklar ham nima qiladi? Ibodat qiladi. Mushriklar ham ibodat qiladi, haj qiladi. Nima uchun bularning ibodati qabul bo'lmadi? Ular do'zaxga kirib qolgan ibodati çünkü shirk keltirganlik uchun, tavhid bo'lmaganlik uchun. Demak, ibodatning jini nima ekan? Ibodatning jini tavhid. Tavhid bo'lmasa, uni haqanchi jafo tortib ketgan shay ibodat hisoblanmaydi. Shunga ibodat tavhid qilinglar degani, ya'ni sizlar ibodatinglarni bir Allohga qilinglar va ibodatinglarni tavhidni asosliq nishon qilinglar degan bu. Tavhid bilan ibodat bir-biridan ayrilanmaydigan bir muhim ikki narsa. Ya'ni ibodat degan tavhid, tavhid degan ibodat. Tushundingmi? İbn Abbas radhiyallahu anh dedi ki, kullu ibadetin fil Kur'ani fehiyye tevhid. İbn Abbas radhiyallahu anh olsa Kur'an'ın tercümanı. Kur'an'ın tercümanında nam ağan Peygamber Aleyhisselam Allahümme allimhal kitab, onun kitabını ügetkin deb dua qilgan ve fehim yeni bir nimada Allahümme allimha te'vil deb dua qilgan. Yani Kur'an'ın tefsirini ügetib qo'ysang deb dua qilgan degandek İbn Abbas radhiyallahu anhu en katta müfessir Kur'an'ın tercümanına aylangan. Mushzat nima degan?
Yani kullu ibadetin fil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'de qandaq ibadet deb kelgan bo'lsa ma'nosi tavhid degan bo'ladi. Nima uchun deb qanglar? Yani çünkü başka kafirlar mı ibadet kılıyordu? Ularning ibadetidan musulmonlarning ibadetini ayırıp turadigan nima? Tavhid. Ellezî halakakum. Emdi ubudu rabbakumul-lezî halakakum. Yani sizlarni yaratgan Rabbinglar ibadet qilinglar. Davotida sizlarni yaratgan Rabbinglar ibadet qilyaptinglar. İbadet qilinglar davotida. Bu yerdagi ellezî halakakum degan nimaning sifati? Rabbakumning sifati. Bu sifa muvaddiha mumayyiza. Bizde sıfa degan ikki xil bo'ladi. Biri sifa ihtirazi, yani biri sifa ittifoqiy. Sifa kashifa. Sifa ihtirazi degan gap bir sifat bo'ladi. Bu sifat boshqa sifatdan bundan qiladi, ayirib turadi. Yani mesela Zeydun alimun desem laysa jahil degan bo'ladi. Mesela Zeyd alim desem, alim Zeyd desem yani jahil emas bakma, yani Türk emas degan gap. Mesela. Endi ba'zida sifatlarni bo'ladi, sifat kashifa bo'ladi. Nimani boshqa bir narsadan saqlanmaydi, boshqa bir narsani chiqarib atmaydi, ammo shu mavsufni aniqlab beradi. Bu yerda allazi xalaqakum degan bu sifat sen yaratgan Rabbinglar degani o'zi Roblar jiq, yaratmaganimi bor, yaratganimi bor degan gap chiqmaydi. Sizlar Rabbinglar, Rabbakum degan gap o'zidan chiqadi. Haqiqiy Rabbning faqatdan bir Alloh ekanligi chiqib turdi. Lekin bu kafirlar cahil bo'lgandan keyin, aqli bo'lmagandan keyin, ayda butlarni Rabbimiz deb turib olgandan keyin nima qilib turadi? Sizlarning Rabbinglar, ya'ni sizlarni yaratgan Rabbinglar degani, yaratmagan Rabbimiki degan ma'no chiqmaydi. Yaratmagan Rabb bo'lmaydi bu yerda. Faqatlam shu Rabbni nima qilyapti bu yerda bizga kashf qilib, aniqlab, ushlab beryapti deyapsiz. Tushunarlimi? Anda desa Rabbakumul-lezî halaqakum desa, yaratmagan Rabbimiki degan gap sizlarda. Undan yaratgan Rabbni, yaratmagan Rabbni chiqarib olish uchun emas bu yerdagi ma'no. Bu sifa belki keşf qilish, aniqlab berish. Ya'ni Rabb degan qanday bo'lsa bo'ladi? Yarata olsa bo'ladi. Yarata olgan Rabbga undan keyin ibodat qilish kerak. Nima uchun ibodat qilasizlar? Sizlarni yaratganlik uchun ibodat qilasizlar. Sifa muwaddiha mumayyiza. Nima uchun? Li'annahum çünkü ular kanu yusammuna al-aliyata arbaban. Çünkü ular ilahlarni arbab, yani Rabblar deb ataydi. Yani nimalarni o'zidagi atolgan atalmış ilahlarni Rabb deb ataydi kafirlar. Şunun için nima dedi? Ellezî halaqakum. Yani sizlarni yaratgan haqiqiy Rabbinglarga ibodat qilinglar. Nimalarga emas? Atalmış, o saxtqaz, yolg'on, yovdaq o'zing devagan xiyolinglar kelgan Alloh taoloning ma anzalallohu bi min sultan. Alloh taolo hech bir hujjat dalil tushmagan, u yolg'on saxta atalmış ilahlarga emas, balki sizlarning Rabbinglar haqiqiy parvardigoringlar, sizlarni yaratgan zot Allohga ibodat qilinglar. Endi vel xalqu, ma'nodagi yaratish, xalq degan nima desanglar? Xalq degan ijadul ma'dumi ala taqdirin va istiwa. Xalq degan ma'nosi nima desanglar? Yo'q narsani, yo'q bo'lgan, yo'qlikni, yo'q bo'lgan bir narsani ala taqdirin degan bir belgilama, degan bir o'lcham va istiwa degan bir barobarlik bilan vujudga chiqarish, paydo qilish, bar qilish degan. Yo'q narsani ma'lum bir belgilama va istiwa degan bir barobarlik. Chunki bu istiwa degandan chiqqan bilasizlar. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ey insan, senin hurmatlik Rabbinga asi bo'lishga nima oldi? Nimaga oldi deb Rabbinga asi bo'lding? U Alloh shunday zotdirki, u Alloh seni xalq yo'qdan bar qilib yaratib paydo qilgan tursa, avvalo. Fasawwak degan gap sening yaratilishingni, xilqatingni mustavi qilgan, barobar qilgan tursa. Ya'ni yaratilishingni barobar qilgan tursa degani, ya'ni seni bir ko'zlik, dastlabda tug'ilgan seni bir ko'zlik, ya bir quloqlik, ya bir qo'lliq qilib qo'ymagan. Seni ikki ko'zlik, ikki quloqlik, hamma narsangni to'liq, hamma a'zoing to'liq bejirim, sog'lom. Nima salimul a'do qilib nima yaratgan tursa, va fa'adalak qirat bor. Ma'nosi nima? Sening a'zolaringni barobar qilgan tursa, tang-mutang qilgan tursa, bir quloq uzun, bir quloq qisqa, bir ko'zing cho'ng, bir ko'zing kichik. Unda emas. Hammasi o'z bir-biriga munosib holda, intayin munosib shaklda barobar yaratgan tursa, sen nima uchun unda
Seniki kudretlik seni yaratgan Rabbinge asi bulursan. Nemini keyine kirip, nemiga aldınıp asi bulursan davet olur. Bir şey ki tasavvuf kelimesine beraber kılış. Yani yaratılış beraber. Hem narsini var. Malum miktar, malum şekilde. Ölçemlik, birbirinden katta emas, birbirini çoğun emas, bir kulaklık, bir kulluk emas. Bu insanlar kulaklarını kim kesiyor, kulaklarını kim kılıyor. Şunu anlama. Yeni bir şey ki o, yeni ne bir davet yarış diyen gap, ala takdir bir ölçem ve bir belgeleme ve bir beraberlik bilen yoktan barlık çıkılışında atıldı. Yok nesine halık dep atıldı. Ve hâzâ bu şekilde binaen ala ennel ma'dûme şey'un değil mi? Ve indel İcad el-ma'dum ala takdir ve istiva. Ve indel mu'tezilet yani mu'tezilenin göz karşıda. Mu'tezilenin bölüseydi. Mu'tezile diyen kimdi sana ayrılığı vagan ne gel mu'tezile diyen. Yani en başkalısı kim bu mu'tezilenin? Vasıl ibn Ata. Vasıl ibn Ata Hasan-ı Basri rahimahullah'ın meclisinden bir meselede ihtilaf kılıp ayrılıp etken idi. Bu mesele olsa yani ne de ayrılıp etken idi? Günah-ı kebir ötküzgücü küfür bilen imanın oturuşta oturdu. İmandan çıkıp gidiyordu. Küfür girmeydi. Şunda oturdu, turuldu dep şu meselede ihtilaf kılıp Hasan-ı Basri ehl-i sünnetin göz karşıda günah-ı kebir ötküzgen kişi imandan çıkıp gitmeydi. Lakin mu'tezile göz karşıda o günah-ı kebir ötküzgen kişi imandan çıkıp gidiyordu. Küfür girmeyi küfürünü yapıkılap kılıp bir arada tutup kaldı. Yani bunlar ne kıldı? Yuthbitûne el-menzilete benel menzileti. İki menzilin oturuşu küfür bilen İman bilen küfrün oturuştaki bir menzilini ispatla payda kıldı, hesap çıkarıldı. Onun için eğer müşahede ile kesse, o da kafir cennet dizak kılıp gidiyordu değildi. Çünkü anlamı, demek vasılın hatta müşrik göz karşı müddet durup, İmam Hasan-ı Basri ehl-i sünnetki karşı çıkıp ayrılıp gitti ustazının meclisinden çıkıp gitti. Bilek eğer meclis kurgan idi. Şu çağda Hasan-ı Basri rahimahullah ne diyen idi? İ'tezele minna diyen idi. Vasıl bizden ayrılıp aldı diyen idi. Şunu da mu'tezili dep isim koyup kalgan dedi. Şundan ama onun kendi bu devamlışı bu mezhep kanayıp Müslümanların içinde acayip güçlü hatta ki Abbasiler halifelik sınıf kırı bu akide. Diken ahirde Allah Teala'nın pes inamı bilen şu Ebu Musa Eş'ari radıyallahu anh'ın avlatlarından boğan, nesilden boğan Ebu'l Hasan el-Eş'ari rahimahullah radıyallahu anh'ı arada çıkıp bu kişi Ebu Ali'l Cubbai diyen şu zamandaki Mu'tezile grubununki imamı. Yani başkalısınınki ügey balısıydı. Bekvagan ügey balısı idi. Şunu okugan idi. Şu an bir günü derste oturup kanam Ebu Hasan Eş'ari ustazını sordu. Ben sizden bir sualım vardı sorgandım meclis ders sorunda. Ne mi sual edigen dedi? Ben sizden 3 sual sorayım ben. 3 bir tukan var. Beni nait yaxşı adam, salih adam ülüp kaldı. Yani böyle intayin eski fasık adam. Bu an ülüp kaldı. Yani bir küçük tıfil, küçük vaxtında çoğun bulmayı ülüp kaldı. Bulanın ahiretki halkında budur sorganda dedi ki Ustazı Ebu Ali Cubbai. Ma o salih adam cennet kırdı o. Ma o fasık adam devzak kırdı o. Ma küçük yaşanda günah kılmayı küçük ülüp kalgını bu cennet kim kirmeydi? Devzak kim kirmeydi? Oturdu kalıdı o. Digendikin Ebu Hasan Eş'ari sorganda anda olsa bu küçük bala kıyamet günü Allah Teala'dan sorursa Ya Rab ne için beni çoğun kılmadın, çoğun kılmasam yaşamaz ibadet kılıp cennet kiradın deyip sorumu deydiyse ne mi deydi o? Ebu Ali Cubbai dedi ki Allah Teala'dan eğer anda da sorap kalsa dedi ki sen için senin ne mi kılmağının çoğun bulmağının yakşıydı. Çoğun bulmay küçük ilap kalının yakşıydı. Çünkü eğer sen çoğun bulgan bolsanaydın ya yaman emel kılıp pasık bulup devzak kirettin. Senin için muşu yakşıydı deyip cevap verdi dedi. Ana degen ki Ebu Hasan Eş'ari dedi ki andağım olsa eğer devzak şetken pasık kopup Ya Rab ne için beni küçük çıkımda ötümedin? Ben için bu küçük çıkımda ilap kalınım yakşamaz mıydı deyip sorursa kandak kılı doğru yani dedi. Şu çağda Ebu Ali Cubbai ente mecnun sen saranken sen dedi. Şu annem dedi Ebu Hasan Eş'ari dedi ki ben saranamaz belki şeyhinin işki bu suğudun ütemedi. Bu suğudun ütemedi tutup kaldı. Sual cevap verenmedi deplam koydu. Şu çağda atıp cuhusunu tertikilip ben bugün Mu'tezile'den çıkıp gittim dep ilan kıldı. Şundan tadı Mu'tezile karşı kitap yazıp ahire Mu'tezile akidesini üzüp paçaklap yoktu etken idi. Şu bu zat Hicriye'nin 333. yılı vefat olgan. Şu zamanın üzü de bu zat Arap arılıda ötken buladı. Mesela Arap arılıda
Şu zamanın özüde Mavaraun Nehr diyarlarında Samarkand degan yanın Maturid degan yerде tug'ilgan Şeyh Abu Mansur Muhammed ibn Mahmud Maturidi rahimahullah şu zamanda o'tgan edi. Şu Mavaraun Nehr etrafında şu yerdeki Ahl-i Sünnet'teki akidesini taqtib şu mu'tezileler bilan kurash qilib turayotgan edi. Bular kurashmagan Abu Hasan Ash'ari bilan İmam Mansur Abu Mansur Maturidi kurashmagan bir-biri bilan. Ammo bu kurashmay turib xuddi bir tanganing ikki yuzidek o'xshash bir aqidani Ahl-i Sünnet va Jamoat aqidasini butun islomga taqatgan edi. Shunga mu'tezilik yo'qolib ketgan edi. Shu ikki olimniki tirishchaligi sababidir. Bana Abu Mansur Maturidi ham 333-yilda vafot bo'lgan. Ikkalarining vafot tarixi asosiy o'xshab qoladi bir yaqin. Mu'tazila degan shu chog'dagi eng bosh ko'tarib bo'lgan firqalarning biri. Mu'tazila nima deydi? Ular ijadu shay'i ala taqdirin va istiva. Ya'ni yaratish degan bir shay'ini, yo'q narsa emas, shay'ini deydi. Bir shay'ini ma'lum bir belgilama, o'lcham bilan va istiva degan barobarlik bilan paydo qilishdir, vujudga chiqarishdir deydi. Va hada bina'an ala anna al-ma'duma shay. Mana bunda degani bu şey ijod şey degani shuning bilanki ala anna al-ma'dum. Yo'q narsa bu şey ularning ko'z qarashida shaydir. Yo'q narsa bu ma'dum. Yo'q narsa nima deydi? Shay deydi. Ahli sunnat desa yo'q narsa nima? Shay emas. Ma'dum. Shay degan bor narsa, mavjud shay bo'ladi. Lianna shay'a ularning dalili chunki shay degan ma sahha ay yu'lama va yukhbar anhu indahum. Ularning ko'z qarashida shay degan bilinishi va uningdan xabar berilishi to'g'ri bo'lgan narsadir. Yo'q narsadan xabar bergani bo'ladi. Shunga bu shay deb atsak bo'laveradi deydi. Va indana bizning mazhabimizda bo'lsa huwa ismun lil mavjud. Shay degan bor narsaning ismidir. Qur'oni Karimda bir oyatda bizniki mazhabimiz kuchlantirgan. Va lam taku shay'a. O'sha oyatni bizda o'quncha nima? Yani sen hech nima emas eding. Va lam taku shay'a sen Alloh taolo yaratdi, yo'qdan bar qildi. Sen ve lem teku şey'a. İşte emes edin diye ayetinin özü nemede kuchlantiradi. Yani şey degan yo'qdir, yo'q bo'lishdan burun nima şey emas. Ma'dum. Bor bo'lgandagi şeyde atadiganligini biz oyatlar hammasi dalil. Ha? Ve yaqulu al-insanu a idza ma mittu la sawfa ukhruju hayya. Awala yadhkuru al-insanu anna khalaqnahu min qabl ve lem yakun shay'a. Ha, insan biz onu bundan burun yaratganligimizni bilmamdi. Aslamamdi. Bu hech nima emas edi. Yani davet demek oyatning o'zimi shay degan paydo yaratilishdan burun nima ma'dum. Yaratilib bo'lgandan keyin shay deb ataladi. O'shani yani bor narsa shay deb ataladi. O'shaniki dalilimiz. Xo'sh, endi qoidaning ichidan mashhuriyat qoidaning ichidan nima Abu Amr ad-Dani rahimahulloh bu yerdagi xalaqakum deganni yani xalaqkum deb qaf bilan kafning maxraji yaqin bo'lganligi uchun qafni ichiga kirgizib o'tib idg'om bilan o'qigan deydi. Aslida idg'om qoidasida birinchi harfdan bo'lish kerak, harakatsiz, sakin, ikkinchi harakatli bo'lish kerak. Endi Abu Amr ad-Dani bu katta e'tiqoddan biri shunda harakatlik bo'lishiga qaramay yana nima qilgan ekan, ya'ni idg'om qilgan ekan, shunda bir rivoyat kelgan ekan. خلقكم دب أستاذ مشهور ما خلقكم والذين من قبلكم وسلان إذ كلام ميرات قنير أي يحتج عليهم ولاغا بأنه خالقهم ولانك الله تعالى ولانın yaratıcısı ve uların ilgili kelamı yaratıcısı igelik bilen hüccet keltirdi. Nemişqa mı da keltirdi? Ise başka Allah Teala başka sıfat keltirmeyi ya eyyuhannas ubudu rabbakum ellezî halakakum rabbakum ellezî qadirun ala kulli şey rabbakumullezî alim degandek sıfatlarni keltirmay nemişqa shu sıfatni keltirdi desa chunki deyapti. Chunki li'annahum kanu muqirrina bizalik. Çünkü ular Allah Teala'nın yaratıcı ekanligiga iqror qiluvchi edi. Allah Teala'nın rububiyya sifatiga, ya'ni Allah Teala'nın yaratıcı degan sifatiga inkor qilmaydi. Agar osmon zaminni kim yaratdi desa buni deb javob beradi. Allah yarattı deb javob beradi. Osmon zaminni kim yarattı deb javob Osmon zaminni kim yarattı deb savol so'rasa ular Allah yarattı deb javob beradi.
Mana şu yüzü yani yaratquchining Allah ekanligiga bular nima qilganligining dalili, muqir ekanligining dalili. Şoňa Allah Taala şunu biladigan, iqrar qiladigan yerdan so'zdi. Siz ibodat qila olsanglar, o yaratmagan, o'zini yaratolmaydigan, bütünini yaratolmaydigan andaq bir aciz, andaq bir saxta narsalarga ibodat qilmay, sizlarni va sizlarning bütün ota bo'lganlarni ajdodlarni bütün mahluqotlarni yaratgan Rabbinglarga, Allohga ibodat qilinglar da'vatidi. Shularning o'zini biladigan yerga xitob qilib. Faqila lahum ular deydi ki, agar sizlarning yaratquchinglarning Alloh ekanligiga iqror qilgan bo'lsanglar, fa'buduhu. Ashuni anda bo'lgan ekan, uning ibodat qilinglar. Butlarga ibodat qilmanglar degan bo'ladi ma'nosi. La'allakum tattaqun. Ya'ni sizlar la'allakum tattaqun dozaqdan saqlanarsizlarmikin. Ya'ni agar shundoq bir Allohga ibodat qilsanglar, dozaqdan saqlanib qolarsizlar. Ya'ni u'budu ala raja'i an tattaqu fatanju bisababihi min al'azab. Sizlar taqvodorlik qilishinglarni umid qilib ibodat qilinglar. Uning taqvodorlik sababi bilan azobdan qutulib qolarsizlar. Demak taqvodorlik degan nima degan gap asli? Asli saqlanish degan gap. Ya'ni nimadan saqlanadi? Taat amal ibodat qilib gunohdan saqlanadi. Gunohdan saqlanish orqali nimadan saqlanadi? Dozaqdan saqlanadi. Ya'ni bir odam taat amal ibodat qilish orqali gunohdan saqlanadi. Gunohdan saqlanish orqali nimadan saqlanadi? Dozaqdan saqlanadi. Taqvolik degan gap, yani bu dunyoda gunohdan saqlanish, shu sababli oxiratda dozaqdan saqlanish degan bo'ladi. Endi sizlar la'allakum tattaqun degan gap, ya'ni taqvodorlik qilasizlarmikin, saqlanarsizlarmikin degan gap. Sizlar bir Allohga ibodat qilsanglar, bu dunyodan shirkdan saqlanarsizlar, oxiratda dozaqdan saqlanarsizlar. Va la'alla degan litarajji val itma', umid qilish va itma' tama qildirish uchundir. Walakinnahu biroq bu tama qildirish kim tarafidan? Min kalim, intayin mard sahi bo'lgan Alloh azza va jalla tarafidandir. Anda bo'lgandikan fa, ya'ni anda bo'lgandikan, ya'ni bu tama qildirish, bu umid kimdan bo'lmay, normal bir odamlar shaxs tarafidan bo'lmay, Alloh tarafidan bo'lganligi uchun qanday bo'ladi? Fayajri majra va'dihil mahtumi vafa'uhu. Ya'ni vafo qilish vojib bo'lgan va'dasining o'rnida mangadi. Xuddi Alloh taolo sizlar bir Allohga ibodat qilsanglar, dozaqdan saqlanib qolasizlar desa, buning ma'nosi, ya'ni Alloh taoloning bir va'dasi xuddi sizlar Allohga ibodat qilinglar, bir Allohga shirk keltirmay, agar bir Allohga ibodat qilsanglar, sizlar dozaqqa kirmaysizlar. Dozaqdan sizlarni saqlab qolaman degan bir va'daniki o'rnida bo'ladi bu. Chunki bu va'dani beruvchi kim? Bu so'zni qiluvchi Alloh. Xuddi bu dunyoda podshohlar gap qila olsa, bir adam kelib podshohning yoniga bir dard shikoyatlarini aytib kelsa, men sizga bu ishni cho'qim qilib beraman demaydi podshoh. Xeyr deb. Podshoh nima deydi? İşiniz nima? Hal bo'lib qolar. Bo'ldi, xeyr, qayting. İşiniz hal bo'lib qolar deydi. İşiniz hal bo'lib qolar. Nimishqa cho'qim qilib bilmada o'tmaydi. Nimishqa? Chunki podshoh qila oladi uchun. Podshoh uni chiqdi yapaqadi. Shuni bir shart bilan qila oladi, tushundingizmi? Qanday odam degan ta'kidlaydi bilamsizlar? Qilolmaydigan. Shu ishonchga qattiq hujumimiz qilolmaydigan odamlar qasamni ichib qiladigan gap. Qandaydir ba'zi yolg'onchilar taqa qasamni ichib bizning do'konimizda altida bir do'konchi bor. Yamanlik do'konchi birisi bor. Shu bir mal sota olsa, jaliqini, soxtaligini bilamiz ham. Shuni Alloh vakil. Alloh vakil deb shu 100 qasam ichib sotadi. Bir 5 yillik narsani masalan. Nazat fazilati gapni ta'kidincha qiladigan gap. Lekin sudda egallanadigan huquqdorlar, podshohlarchi gapiga asosan nima qilmaydi, ta'kidni ko'p qilmaydi. Chunki ular qila oladi. Endi Alloh taolo degan vallahil masalul a'la. Alloh taolo gapiga shu qo'ygan davomli la'allakumni keltirdi. Ya'ni unda bo'lib qolarsizlar degan gapi hali yetadi. Degan gap ya'ni jazman saqlansa degan ma'nosi bizga nisbatan nima? Agar sizlar Alloh shirk etmay bir Allohga ibodat qilsanglar, sizlar jazman nima taqvodor bo'lasizlar, jazman dozaqdan saqlanib qolasizlar. Bo'ldi. Ve bihi qala Sibawi. İmam Sibawi rahimahullah la'alla namazil tercih vel itma
Lekin buniki xuddi bu keskin va'da qilgan va'dani o'rnida turdi deb. Chunki masalan tafsir Jaloliy nimada tarjima qildi? La'allaga qad deb tarjima qildi. Litahqiq qad jazman degan ma'no chiqdi deb. Lekin Sibaviy nimada aytdi? Udul nima demaymiz? Udul jazman demaymiz chunki uning ma'nosi tarajji uchun. Lekin bu tarajji, bu itma kim tarafdan bo'ldi? Alloh tarafidan bo'ldimi? Xuddi jazman degan ma'no uni bosdi chunki qiladi atam degan bo'ldi. Qala Qutrub degan kim? Qutrub degan İmam Sibaviyning talibi. Qutrub degan kim desanglar, İmam Sibaviyning shogirdi. Bu kishi nimada Qutrub deb ism qo'yib qolgan desanglar, ismi Qutrub emas, bu laqab bu. Bu Sibaviyning darsiga davomli eng balti olqarong'i gap bo'ldi. Saharda olim shu yurar bomdat yeniblam olqarong'i darsga eng birinchi bo'lib kelgan talabga bo'ldi. Eng avval. Shuning bilan Sibaviy sen Qutrub ekansa deb o'tgan. Qutrub degan qanday degan kechida mangadigan qutning ismi. Tushundingmi? Kechida qutni bilasizlar? Dud, qurt. Ha. Kechida mangadigan bir hasharat qutning ismi. Shuning bilan Qutrub degan bu ism bilan mashhur qilgan bo'ladi. Ajoyib bu nahv ilmida buni ko'rsatgan to'plar yamancha mashhur edi. Mush Qutrub nima deydi? Huwa bi ma'na kay. Kay ma'nosi bilan, ya'ni likay tattaqu sizlar taqvodor bo'lishinglar uchun va taqvodor bo'lish orqali davzaqdan saqlanishinglar uchun nima qilinglar? Bir Allohga ibodat qilinglar degan bo'ldi ma'nosi deydi. Lekin bu nima zaifroq. Bu ma'no tushudi, nihoyat qamlashudi, lekin til jihatdan sal la'allaniki va kay ma'nosi bo'lishi nima bir oz nima ojizroq shu jihatdan. Bugungi darsimiz shakli bo'lsin va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.